Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Hadislarda keladiki, Alloh taolo qiyomat qoyim bo'lganda bandadan so'rar ekan: "Ey banda, men och edim, menga taom bermading" deydi ekan. Banda hayron bo'lar ekan: "Ya Robbi, ey Robbim, qanday qilib senga taom beraman? Sen butun olamlarni razzoqi bo'lsang" degan ma'noda aytibdi, hayron bo'l. Allohning javobini qarang. Alloh aytar ekanki, falon bandam, falon qo'shning, falon qarindoshing och edi. Agar o'shimga taom berganingda meni toparding derkan. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam Madinaga hijrat qilib kelganlarida Madinaliklar bilan Makkaliklarni o'zaro do'st qilib qo'ygan. Aka-uka qilib qo'ygan. Makkaliklarda muhojirlar deydi, Madinaliklarda ansoriylar deydi. Makkaliklar vatanini tashlab judo bo'lib kelganlar, Payg'ambarimiz alayhisalom ularni o'ksik turganini ko'rib, Madinaliklar bilan aka-uka qilib qo'ygan. Turgizib, "Ey falonchi muhojir, ey falonchi ansoriy, sen bugundan boshlab aka-ukasan" deb. Tanimaydi bir-birini, ko'rmagan. Rasulimiz alayhissalom turgizib, "Sen bugundan boshlab bir-biring bilan iymoniy, islomiy aka-uka bo'lding" desa, haligi hozirgina birodar bo'lgan, hozirgina uka bo'lgan ansoriy muhojirga qarab aytayapti: "Siz bilan biz bugundan boshlab aka-uka bo'ldik. Mani bog'im bor, ikkita bog'imdan bittasini sizga beraman" dedi. Bu bizga namuna azizlar. Mana shunday bo'lgan sahobalar. Bir-birlariga mana shunday ilingan. Jang maydonida urushdan keyin sahobalar yotibdilar. Yaradorlar bor. Bir inson qo'liga suv olib, yaradorlar bo'lsa yordam bering deb kiryapti. Bu yerda vatanini, iymonini, oilasini, sha'nini himoya qilib yotganlar. Bir odam suv deb so'rab qoluvdi, suv olib bersa, haligi suvni ichmayapti, aytibdiki, "Falon joyda meni Alloh uchun do'stlashgan do'stim ham yarador bo'lib yotibdi. U mendan ko'ra haqliroq, unga suv ber" deyapti. Uni oldiga borsa, yana bitta suv so'rasa, u ham aytibdi, "Bu meni do'stim, unga ber." Uchalasiga bir-biriga suv olib borguncha suvni tashlanligini yo'qotmasdan olamdan o'tdilar. Haligi odam qo'lida suv bilan yig'layaptiki, bu qanaqa bo'ldi? Bir qutum suvni ham ilinib bu dunyodan o'tyapti. Bugun bizchi azizlar? Biz mo'min musulmonlar bir-birimizga mana shunday yaxshilik qila olyapmizmi? Qo'shnimizning holi nima bo'lyapti? Qarindoshimizning holi nima bo'lyapti? Yaqinimizning holi nima bo'lyapti? Xabar olyapmizmi? Ana bu narsa bizga bugun dars bo'lish kerak azizlar.